than meets the eye. I am Optimus Prime. Minecraft lekin har bir 5 daraja oshgani sari biz random transformerlarga aylanib boramiz. Video boshlanidan oldin videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Va biz videoni esa boshladik. Okey, birinchi daraxt chopib olamiz. Okey, endi bundan esa taxtalik kirga va pastga kovlab, bu yerdan esa bizga toshli asirhalar kerak bo'ladi. Okey, men kovlab bo'ldim, yaxshi. Endi bizga esa moblar kerak. Moblardan esa juda ham kam daraja tushadi. Shuning uchun mana bu eshak ho'ngragani uchun uni yo'q qilmoqchiman hozir. Narsalarimni to'g'rilab olay. Bu yerga kel, yaramas eshak. Hoppa. Yaxshi, bizda 3 daraja bo'ldi, ajoyib. Endi biz yana ozgacha moblar o'ldirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu konda, bu yerda axir ko'mirlar. Yaxshi, bularni kovlab olamiz. Yaxshi, kovlab oldim. Bu yerda nimadir borga o'xshaydi. Balki temir deganday, olmos deganday narsa chiqarmagan, a? Yo'q, bu yerda unday narsalar yo'q o'xshaydi. Endi esa amallab tepaga chiqib olish kerak. Unchalik ham parkurda yaxshi emasman. Xo'sh, okey. Oh my god! What the qanaqasiga yiqilib tushish mumkin edi? Mana tepadan qulab chiqamiz. Yaxshi, nihoyat chiqib oldi. Endi menga yana moblar kerak. Xo'sh, qayerlarda bor ekan? Bu yerdachi. Mana tovuqlar. Endi bularni chopamiz. Senga. Yo, omadli. Sen skill Yo, omadli yaramas. Men shunchalik botman yoki bu tovuqlar shunchaki omadli. Xo'sh, yaxshi, yana moblar kerak. Bizda allaqachon 4,5 daraja. Yaxshi, ketdik. Mana men cho'chqalar topdim. Ularning go'shtini olmasdan menga darajasini olmoqchi. Voy, 1 santimetr yetmay qoldi. Bu yerdagi asalarni chopsam, menga kerakli daraja paydo bo'ladi. Alg'a, 5-daraja va yangi transformer. RC degani nima? Bunga ovqat berishmaganmi uydagilari? Muncha bu ozg'in. Lekin baribir ham ajoyib ko'rinyapti. Xo'sh. Buni qobiliyatlari, bu mototsiklga aylanar ekan. Qani buni tekshirib ko'rish kerak. Maksimal tezlik qanday buni? Ajoyib. Transformatsiyasi ham juda ham ajoyib ishlangan ekan. Yaxshi, buni qurollaridan nimalar bor o'zi? Blaster bor. Ajoyib. Menimcha ko'p jon olsa kerak. Hozir ko'ramiz. Shu asalarga teg'iza olmayapman. Buni tegib. Yo, omadli. Endi o'ldi. Do'stlar, hozir bu mirda, ya'ni bu olamda meni omadim kelmayapti yoki men shunchalik botman. Okey, buni qilichlari bor ekan qo'llarida. Ajoyib. Endi ozgacha daraja to'plash kerak. Chunki keyingi yana transformer qanaqa bo'lishini men intiqlik bilan kutmoqdaman. Xo'sh. Bu yerlarda moblar ko'rinmayapti. Menga esa g'or kerak. Xo'sh, mana men ancha yurib qo'ydim, lekin hozir hech narsa ko'rinmayapti va men mototsikl bo'lib yurishni esimdan chiqarib qo'yaman. Bu ancha tez bo'ladi. Men suvga tiqilib qoldim. Yaramasa, mana mototsikl yerinamiz, olg'a bosamiz. Yaxshi, mana bu yerda qo'ylar, bulardan esa biz o'zimizga yotoq yasab uxlab olsak bo'ladi. Yaxshi, men o'zimning qilichimdan foydalanaman. Bu yerga kellaring. Yaxshi, ularni ham o'ldirib oldik. Tovuq, sen ham kel. Sensiz ham. Men pat bilan unga hujum qilyapman. Axir menda o'zimni kuchli qurolim bor-ku. Ya'ni qilichim. Bu yerga kel. Ana endi o'ldi.
Okey, mana senga mana qo'y yerimiz. Ha, aytgancha do'stlar, biz Robert bo'lganimizga yarasha bizga mana bunaqa 63 stak turibdi, ko'rishingiz mumkin. 63 ta u energo, u unaqa bizni ovqatimiz bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa go'shtlar o'rniga biz o'shani iste'mol qilishimiz kerak. Okey. Yaxshi, endi yotoqlaymiz va uxlaymiz. Shirin tushlar. Okey, biz turdik. Yotoqni buzamiz va endi biz yana aniq maxluqlar o'ldirishimiz kerak. Okey, endi mana buni olamiz. Biz g'or yoki creeper bilan uni tekshirib ko'rish kerak. Okey. Mashina bo'libini yo'q qilaman. Robot kelinamiz, blasterdan foydalanamiz. 1 2 3 voy 4 mana voy 5 5 ta udarov, 5 ta atakada o'ldirar ekan. Pachoq blaster ekan. Endi birinchi 5-darajali transformerdan nimani kutyapsizlar do'stlar? Dag'ma bu eng kichkina avtobot bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Voy, ikkita creeper. Yaramasizlar. Ular kelish olganmi deyman, a? Bu uchinchimi yo oltingisi ekan. Shunday qilib do'stlar, men creeperlarni yo'q qilib bitta g'or topib oldim. Mana u. Xullas bu yerda men ko'mir topdim. Lekin juda ham sekin kavladim. Shuning uchun sal tezlashtirib yuboraman videoni, xo'pmi? Okey, let's go. Mana bitta ko'mir. Oho, tez kovlaymiz. Do'stlar, ko'ryapsizmi? Mendan tez kovlagani yo'q. Hatto oddiygina Mayda. Xullas, mana bu tosh kirka bilan effektingni sehrasiz tez kovlab tashlayotganini ko'ryapsizmi do'stlar? Bu shunchaki transformer kuchi deb qo'yibdi uka. Yaxshi, tepaga ham chiqib oldik. Okey, parkour. What the hell? Tugab qoldi. Yaxshi, biz allaqachon 8-darajadamiz. Endi o'ziga 10-daraja kerak bo'ladi. Voy, yana tushib ketdi. Endi suzish animatsiyasi saqlanib qolibdi-ku. Albatta saqlanadi. Axir bu yuqori versiyalar. Men qo'ylar topdim. Ularni esa chopamiz. Chop bo'lganimizdan keyin biz yana qo'ylarmi? Bularni ham chopamiz. Siz qancha? Blasterdan foydalanib turaman do'stlar. Zerikib qolmaysiz uchun. Okey, 10-daraja va biz what the heck? Men osh yedikmi? What the heck? Biz nima golemni yutib bordikmi deyman. U bizni blasteri ancha katta ekan, demak, boyligidan kuchli. Menimcha bu personajni hamma tanigan bo'lsa kerak. Buning ismi Bulkhead. Bitta zarbada yo'ydi. Kel sen ham daraja ber menga. Ha. Do'stlar, kechasi tushdi. Endi biz moblar, ya'ni yovuz moblar bilan urushib, buni sinab ko'rishimiz mumkin. Yaxshi, qarayman. Haqiqiy bakter mashina. Bu endi mashinaga aylanar ekan. Bir tog'iga chiqadigan mashina, yana tushib ketdim. Bu Qorinboyni joni boyidan 2 barobar joni ko'p ekan. Do'stlar, keyin bizni oldinda qanday avtobotlar kutib o'tirdi? Buni bilmayman. Ko'mirlar. Olg'a bilan chopamiz. Kuf suf deyman, hammasi chopilib ketadi. Ishoning menga. O'zi bez effektini siz men bularni kovlab tashladim. Ko'rdingizmi? Shunchaki kovlab tashladim. Bu hech qanday cheat emas. Bu rasvo montajning aybi. Okey, endi nima qilamiz? Yana moblarni o'ldiramizmi? Yo'q, menda bir g'oya bor. Men mana bu sasigan go'shtlarimni pishirib olishim kerak va ulardan menga darajalar tushadi. Darajalar bilan esa biz keyingi 15-darajali
transformerga aylanamiz. Okey, mana bu ko'mirlarni olamiz. Yaxshi. Xo'sh, mana bu cho'chqaning go'shtini ham pishiramiz va tovuqniki ham. Endi esa maxluqlar bilan urushamiz. Bu yerga kel, skelet. Seni yo'yaman. Boshqa meni qo'rqita olmaysan. Seni mana zolimman. Yo, biz qilganimizni Anvilni ovozi chiqar ekan. Ajoyib. Men yo'q shu tarafi. Xo'sh, moblarni yoyib bo'ldik. Endi bizni sassiq ovqatlarimiz pishib qolgan deb umid qilaman. Xo'sh, kirkam sinib qoldi. Go'shtni olamiz. Bu bizga daraja beradi va mana bularni ham yoyamiz. Anvil boshiga tushgandek bo'lyapti. Agar tepadan ursak agar ko'proq jon olarkan. So blasterdan 3-4 ta foydalandik. Okey. Mana boshiga. Yes, 15-daraja va biz Bumblebee. What the heck? Menimcha ham joni ko'p emas kerak. Blasterlar. Meni eng sevimli transformerlardan biri bu. Xo'sh. Bu esa qichqiriq qo'lida qurol yo'q, shunchaki musht bilan urar ekan. Unchalik ham qattiq transformer emas ekan. Kinodagidek qanaqadir bolg'alari yo'q ekan. Faqat yana blaster bor ekan. 1, 2, 3. Zombini ustida o'ldirdi. Oldingi birinchi transformer esa Creeperni 3 ta udarda o'ldirgan edi. Bu 5 ta udarda o'ldirgan edi. Bu esa 3 ta udarda zombini yo'q qildi. Va skelet bilan u yakka jang. U skeletni ikkita yo'ydi. Ana boygi Bulkhead esa 3 tadan yo'yayotgan edi. Demak, Bumblebee ancha kuchli ekan. Xo'sh, skelet sen ham mana sen. Mana. Yaxshi, 15,5 daraja yig'ildi. Sen ham kel, yaramas. Mana. Okay, let's go. Bu yerda zombi ham bor, uni ham chopamiz. Yaxshi. Bizda deyarli 16 daraja bo'ldi. Quyosh esa botmoqda va mana bu ariq bunga to'sqinlik qilyapti. Sirazo tezroq o'ldirish kerak. Okey. Endi esa biz mana bu pastdagi konga tushamiz. Bu mashinaga aylanmayapman. Xo'sh, mana mashinaga aylanamiz. Ancha tez ekan, lekin do'stlar, Bumblebee ancha tez. Kichkina bo'lsa ham. Mana ko'mirlar. Bularni esa chop olamiz. Yaxshi, chop bo'ldik. Mana yerda esa men temir ko'ryapman. Endi bu yerdan chiqish azob. Va biz katta bo'lishimiz minus taraflari esa mana bunaqa blokni 3 talab kovlashimiz, balki 6 talab kovlarmiz. Yaxshi, temirlarni kovlab olamiz. Men. Bu zombilar. Meni blasterimdan tatib, yo'q, qo'rqib ketdim. Yo'q, teleport qildilar. Men shunchalik qo'rqinchliyam deyman, mana turgan ekan. İkinci dostum qani? Yaxshi, qo'rqamiz yo'q, Creeper. Sen yalmog'iz yaramas. Zaharlagan edi men. Biz temirlarimizni eritib qo'yib 17-darajaga chiqib oldik. Va moblar bilan birga. Endi men o'zimga ozgina tayoqchalar va ozgina yaxshi, endi menga temir bolta kerak bo'ladi. Temir bolta. Mana bu sassiq go'shtni otib yuboramiz. Xo'sh, mana bu go'shtni ham yaxshi, ana eski asbob-uskunalarni ham tashlab yuboramiz. Okey, va o'zimizning ko'mirni olib pechkani qaziymiz va mana bu verstakni olamiz va inventorga qo'yib qo'yamiz. Okey, endi pastga tushamiz. Temir topdim. Let's go. Bitta bo'lsa ham ajoyib. Yaxshi, bu yerda ikkita ekan. Lekin men uni endi qanday olaman? Mana do'stlar, birinchi minus chiqyapti. Men rostdan ham omadsizman. Yoki botman.
Okey, mana bu yerda sakraymiz. Yana menga yana temirlar kerak. Temir aslahalar uchun, lekin men temir aslahani nima qilaman? Axir men o'zi transformerlar aslahasi bo'lsa. Mayli, axir daraja yig'ishga bizga kerak bo'ladi-ku temir. Axir ko'g'laymiz. Bu yerdagi ham bor ekan. Yo, creeper. What? Ikkinchi creeper. Yo, ikkita zombi nima? Men hardcore o'ynamayotganim yo'q-ku. Uchinchi creeper. Do'stlar, mo'jang meni ustimga qilyapti. Menimcha oddiy normalga qo'ygandim, lekin hardga emas. Hatto hardcore o'ynaganimda bunchalik qiynalmagan edim. Yaxshi ham oddiy Robert edim. Oddiy odam bo'lganimda yo'q bo'lib ketar edim. Okey, endi zerikib ketdim mana elagunicha. O'zimni reklama qilib turaman. Mana mashinaga aylanamiz biz. Tepamizda gulshitel, orqamizda emas, to'g'richimasiz. 3 metrlik Robertdan 1 metrlik mashinaga aylanib qo'ydi. Qanday ma'nosiz? Bu yerda zombini o'ldirish deyapman. Seni yoshga kiryapman. Seni xatoing, sen ovoz chiqarganing bo'ladi. Allaqachon kelyaptimi? Mana senga, mana senga. Darajang uchun rahmat. Bizda allaqachon 19-daraja, ha? Axir biz mana bu mislardan ham foydalansak bo'ladi-ku. Nimaga men vohliroq o'ylaganim yo'q. Yana pechkalardan qo'yamiz. Pechkani ko'pi bo'lmaydi. Okey, ozgincha ko'mirlardan olamiz. Voy, the heck, what the mayli. O'shanda mana bu misni qo'yamiz. Yo, stop, men birinchisiga hammasini tiqib yubordim. Ozgincha olaylik. Yaxshi, 6 tadan bo'lsa ancha ajoyib bo'ladi. Okey, ham tepasida pishirib olamiz, yana eritib olamiz. Bo'ldi, boshqasi kerak bo'lmas ekan, endi ularni kutishimiz kerak. Va biz 20-darajaga chiqamizda eng kuchli transformerlardan biriga aylanamiz. Xo'sh. Okey. Qachon ererkan endi bu mislar? Do'stlar, aytgancha bu modda men 20 ta, mana shu video 20 ta like yig'gandan keyin Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Bo'lmasa men tashlamayman. Telegram kanalim esa описаниеda bo'ladi. Kirib o'tib obuna bo'lib qo'ying. Bu yerga har bir videoimni ishlatgan modlarimni tashlab qo'yaman. Xo'sh, xullas, mana bu biz 19,5 darajaga erishdik. Bizga yana 3-4 ta moblarni o'ldirsak, biz allaqachon 20-darajaga erishgan bo'lamiz. Va 20-darajaga eng kuchli transformerni ko'ra olamiz va uni ishlatib hamma dunyodagi eng kuchli bossni Vardenni yo'qota olamiz. Okey. Voy, yalnız creeper. Nima jota berasan, ha, sen creeper. O'l. Mana senga. Xo'sh. Do'stlar, aytgancha bizni maqsadimiz eng kuchli transformer bo'lib, Varden bilan kurashish. Xo'sh. Voy, ozgincha qolibdi 20-darajaga. Urushamiz, xo'sh, yaxshi. Yaxshi, okey, do'stlar, biz qachonki joyimiz jim tursagina o'zimizni transformerga aylana olamiz. Hozirgi paytda men joyimda tura olmayman. Chunki mana bu moblar meni o'ldirib qolishi mumkin. Shuning uchun ozgina kurashib keyin transformerga aylansak ham bo'ladi. Yaxshi, yo'qol. Xo'sh, zombilarni chopamiz. Oxiri skeletlar, sizlarda hech narsa qila olmaysizlar. Nega meni tashlashdi? Okey, hop. Endi biz
Hop, yangi mobga aylanishimiz kerak. Qanaqa mob? Transformer. Xullas, yangi transformer uchun biz joyimizda 1 daqiqacha turishimiz kerak. O'shanda biz unaqa transformerga aylana olamiz. Hozirgi paytda men joyimda tursam tirik qolmayman va xo'sh, qanday transformer ekan? Kim tayyor? Yaramas zombi. Aha, xo'sh. Endicha, yo'q, Optimus Prime, bro. Okay, Creeper. Endi menda. Xo'sh, menda qanday qurollar bor? Blaster bor. Ancha katta ekan-a? 3 ta da yo'q qildi. Joyi. Xo'sh. Yani qanday usullar, ya'ni qurollar bor. Yaxshi. Undan oldin mana bu o'rgimchakni hal qilamiz. Okay, bu sen ham yo'q bo'l, yaramas o'rgimchak. Endi pichoqchasi ham bor ekan, Optimus Prime 2 ta yo'q qilar ekan, dahshat ekan. Bu yerga kelib sklet, hech narsa qilmaysan. Creeper senga mana o'qdan ko'rkamonim o'qdan. Endi men ko'zga qarayman. Sen qo'rqmayman, shu pichoqchani olamiz, uni yo'q qilamiz. Bu yerda qishloq bormi deyman, qishloq zombi kelyapti. Hammasini yo'yamiz, bitta kellaring yaramaslar. Enderman mana yo'q bo'l. Xo'sh, agar Ender Pearl tushsa, like bosasizlar do'stlar. Ender Marvarid tushdi. Endi like bosinglar. Mana bu Endermanni o'ldiramiz. Agar bu Endermandan Ender Marvarid tushsa, obuna bo'lasizlar. Tushmadi. Bugun emas, ertaga obuna bo'lasizlar. Okay. Mana bu spiderlar bu yerda. Xo'sh, menga mob kerak. Bular bilan pachaklashib o'tirib kelyapti. Bundan uchun biz survorishimiz kerak. Biz qanday mashinaga aylanishimiz kerak? Biz qanday trakka aylanar ekanmiz. Buni hamma bilsa kerak. Kinolarda xuddi shunaqa chiqar edi. Okay, juraverasizlar, yaramaslarmi? Sizlarga tegmayapman-ku axir. Okay, uxlaymiz. Chatga qaramasangiz ham bo'ladi. Okay, turib oldik. Xo'sh. Endi biz o'zimizga mob topishimiz kerak. Bu moblar men bilan kurashga hatto kuch ham yetmaydi, aqli ham yetmaydi. Axir bularda aql yo'q-ku. Xo'sh, mayli. Okay, endi biz ozgincha cheat ishlatamiz. Xo'sh, summon nima ismi? Vdan kelardi-ku. Vardan edi, ha. Xo'sh, Vardan, mana. Okay. Ana Vardan bu yerga keldi. Bu asteroid hammadan tatib ko'rganmas. Pichoqdan yegan. Mana yaramas, yarim jon bo'lib qo'ydik. Yo'q. Voy. Menimcha Vardanni to'g'risam kerak. Yo'q, o'qidan ham qochib bo'lmayapti. Xo'sh, chap qo'lga energon olamiz va u qo'lda pichoq bilan shahid bo'lamiz. What the heck? Qalqon ham yo'qda. Okay, yaramas Vardan. Xo'sh, tinchroq o'tirib qolman-ku. Xo'sh, endi do'stlar, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Anaqa narsasi bor ekan, bilmayapman. Va yana bo'lsa, bu modda men albatta bu video 20 ta like yig'ganda tashlab qo'yaman. Ungacha sog' omon bo'ling. Sizlar bilan Eko bo'ldi.